Biz hozir Farg'onadamiz. Gaz yonib turibdi, hammasi oddiydek. Lekin bu olov bu yerga kelguncha minglab kilometr yo'l bosadi. Va bu yo'lda minglab insonlar mehnat qiladi. Endi esa Qashqadaryo viloyati Muborak tumanidamiz. Tabiiy gazni aynan shu yer qa'ridan qazib olish uchun kimdir qishda mashaqqat bilan ishlashi kerak. Yozda esa jazirama issiq. Quyosh tig'ida ham tabiiy gazni yetkazish uchun payvandlash ishlari to'xtamaydi. Yomg'irli kunlarda ham ish davom etadi. Texnika loyga botadi, lekin ish to'xtamaydi. Ana shu mashaqqatlar ortida sizning xonadoningizga iliqlik va xotirjamlik kirib keladi. Tabiiy gaz bu shunchaki yo'qilgi emas. Uning ortida katta mehnat va mashaqqat bor. Ota-onalarimiz va aka-ukalarimiz mehnatini qadrlang. Shu sabab uni tejang va undan oqilona foydalaning. Gaz to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshiring va xavfsizlik qoidalariga amal qiling. Va albatta, ona tabiat bergan iliq taftni saqlab qolishga harakat qiling.